Automotion.uz kanaliga xush kelibsiz. Bu yerda siz eng yangi avtomobillar, ularning imkoniyatlari va texnologiyalari haqida to'liq va ishonchli ma'lumotlarni topasiz. Bugungi videomizda yangi avlod kichik yuk tashuvchi avtomobil haqida gaplashamiz. U o'zining zamonaviy dizayni, kuchli texnik xususiyatlari va amaliy qulayliklari bilan ajralib turadi. Ushbu model kichik biznes egalari, fermerlar va yuk tashish bilan shug'ullanuvchilar uchun juda mos keladi. Yangi modelning tashqi ko'rinishi oddiy, ammo juda zamonaviy va mustahkam qilib yaratilgan. Old qismidagi katta faralar va keng radiator panjarasi avtomobilga kuchli va ishonchli ko'rinish beradi. Kuzovining balandligi va mustahkam ramkasi esa og'ir yuklarni bemalol tashishga imkon beradi. Rang tanlovi ham jozibali bo'lib, ayniqsa sariq rang uni yanada ko'zga tashlanadigan qiladi. Ichki qismi ham juda sodda, lekin haydovchi uchun qulay tarzda ishlab chiqilgan. Keng salon, ergonomik rul va qulay o'rindiqlar uzoq masofalarda ham charchamasdan haydash imkonini beradi. Panelda barcha kerakli ko'rsatkichlar joylashgan bo'lib, ular haydovchiga avtomobil holatini oson nazorat qilishga yordam beradi. Ba'zi versiyalarda konditsioner va zamonaviy audio tizim ham mavjud bo'lib, bu esa haydashni yanada yoqimli qiladi. Texnik jihatdan bu avtomobil kuchli dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, u yuqori yuk ko'tarish imkoniyatiga ega. Yonilg'i sarfi ham tejamkor bo'lib, bu esa kundalik foydalanishda katta foyda beradi. Mexanik uzatmalar qutisi aniq va ishonchli ishlaydi. Bu esa turli yo'l sharoitlarida oson boshqaruvni ta'minlaydi. Shuningdek, mustahkam osma tizimi notekis yo'llarda ham barqaror harakatlanishga yordam beradi. Xavfsizlik masalasiga ham alohida e'tibor qaratilgan. Kuchli tormoz tizimi, mustahkam kuzov va barqarorlikni ta'minlovchi mexanizmlar haydovchi va yo'lovchilarni himoya qiladi. Ko'rish burchagi keng bo'lgani uchun haydovchi yo'lni aniq ko'ra oladi. Bu esa avariyalar xavfini kamaytiradi. Yuk tashish imkoniyatlarida ham charchamasdan haydash imkonini beradi. Panelda barcha kerakli ko'rsatkichlar joylashgan bo'lib, ular haydovchiga avtomobil holatini oson nazorat qilishga yordam beradi. Ba'zi versiyalarda konditsioner va zamonaviy audio tizim ham mavjud bo'lib, bu esa haydashni yanada yoqimli qiladi. Texnik jihatdan bu avtomobil kuchli dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, u yuqori yuk ko'tarish imkoniyatiga ega. Yonilg'i sarfi ham tejamkor bo'lib, bu esa kundalik foydalanishda katta foyda beradi. Mexanik uzatmalar qutisi aniq va ishonchli ishlaydi. Bu esa turli yo'l sharoitlarida oson